Poytaxtimizda Taraqqiyot strategiyasi markazi, Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda davra suhbati o'tkazildi. Unda O'zbekiston fuqarolarini tinglab tadqiqoti natijalari ham muhokama qilindi. Shuningdek, O'zbekiston 2030 strategiyasining barqaror rivojlanish maqsadlari, iqtisodiy o'sish, aholi turmush darajasi, migratsiya muammolari ham ko'rib chiqildi. Hozirgi lavhamiz aynan shu haqda. Xalqaro va mahalliy ekspertlar ishtirokida o'tgan davra suhbatida O'zbekistondagi umumiy ijtimoiy iqtisodiy tendensiyalar qanday o'zgarayotganligi bo'yicha taqdimotlar o'tkazildi. Ta'kidlanishicha, so'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy iqtisodiy holat sezilarli darajada yaxshilangan va bu xalqaro hamjamiyatlar tomonidan ham e'tirof etilmoqda. Xususan, o'tgan yilgi natijalarga ko'ra kambag'allik darajasi qariyb 9% ga pasaygan, maktabgacha qamrov darajasi 76% ga, eksport hajmi 27 milliard dollarga oshib, yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi 115 milliard dollarga yetgan. Could you speak about the summary of these findings of this research and what you think about the attitudes of citizens of Uzbekistan to this search? Okay, so thank you so much for the questions. Avvalambor savolingiz uchun rahmat. Biz o'tkazilayotgan tadqiqotlarda albatta fuqarolarning fikri juda muhim. Shuning uchun ham biz bugun Jahon banki bilan hamkorlikda yurtingizdagi ijtimoiy siyosiy hayotga yurtdoshlaringiz munosabatlarini o'zimizning izlanishlarimiz, so'rovnomalar orqali namoyish qildik. Aytishimiz mumkinki, natijalar ijobiy va biz yana davom etamiz. Bundan tashqari O'zbekiston fuqarolarini tinglab tadqiqoti doirasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari ham muhokama qilindi. Bu shunday tadqiqot o'zi Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham, dunyoning boshqa mamlakatlarida ham olib boriladi Jahon banki tomonidan. Bu o'sha asosiy maqsad qabul qilinadigan qarorlarda samaradorlikni ortishi va o'sha aholini xohish irodasini, munosabatini, fikrini mana shu qarorlarga singdirish asosiy maqsad hisoblanadi. Suhbat davomida O'zbekiston 2030 strategiyasini Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlariga muvofiq amalga oshirilishi infografik tahlili nomli to'plam taqdimot qilindi. Mazkur to'plam orqali hamkorlikda qilinayotgan ishlar haqida aniq ma'lumot olish mumkin. Mirzo-Olim Rustambekovich, Shokir Ahrorov, Hudud informatsion dasturi uchun.